Assalomu alaykum. Namozgoh. Masjidgacha. Pulim yo'qda aka tashib qo'ya olasizmi? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Namozgoh masjidga tashib qo'ya olasizmi? Xo'p, aka. Namozgoh masjidgacha. Bulvarda oxirida. Faqat pulim yo'qda aka tashib qo'ya olasizmi? Xo'p. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Namozgoh masjidgacha aka. O'zingizlar qabul bo'lsin. Pulim yo'qda aka tashib qo'ya olasizmi? O'zingizlar saharlik o'sha ovqat beradi deganda. Tashib qo'ya olasizmi aka? Tashibasizmi? Shu topasizmi bir kunda? Nimaga o'zing yaxshi qilyapsiz? Turyapsizmi? Nimaga xo'p deb aytdingiz? Aka, ishonasizmi? Yarim soatdan o'tiribman aka. Bir 10 ta deb mashina o'tdi. Hech qaysi soat kutmadi aka. Necha marta topdingiz bir kunda? Bugun qancha topdingiz? Ha, topgan emasmiz. Umuman topmadingizmi? Gaz oldim, boshqa qildim, uyda iftorlikka oldim. Ha. Qaysi qildim ketdi, shu o'zini. Aka mana. Yo'q, to'xtang. To'xtang aka, yo'q, mana qilamiz, qarang. Qarang aka. Xo'p, mayli qarang mana aka. Men sizga mana 1 kunlik pulingizni beryapman. Yo'q, shuni to'xtang aka. Men ketdim hech qayerga. Aka, ishoning, mana qo'llarim muzlab ketdi. Mana shu yerda aka turibman, 10 tadan oshiq mashina o'tdi. Ichida odami bori ham bor ekan aka, yo'li ham bor ekanda. Yo'li ham bor ekan. Aka, mana duo qilib qo'yasiz. Mana do'stlar ko'rdinglar, 10 dan oshiq mashinani to'xtatdim, hech qaysi to'xtamadi. Oxiri bitta Spark to'xtab, ustiga o'zi shaxmatni taksini belgisini yopishtirib olgan ekan. Aka, pulim yo'q, namozgoh masjidgacha tashlab qo'ying desam, bo'ldi aka, pulingiz kerak emas deb sirazi mashinaga o'tkazdirdi. Mana shunaqa ro'za oylarida shunaqa o'zbek azamatlari bir-biriga podeshka qiladigan, yordam qiladigan o'zbek o'g'lonlari ko'paysin.